Hurmatli podpischilar, mana navbatdagi memimizning uстановкасini qilib oldik. Samarqand shahar kepishkaga qo'yib berganmiz. Xo'p, buni razmeri 4/60 ga 245 balandlikda qilib yasab berdik. Buni materiallariga keladigan bo'lsak, materiallar 100% %100 laminatdan chiqqan. Ko'rishingiz mumkin, taglarini mokri asfaltda, tepalarini dub vatanda qilib berdik. Chekkasiga masalan dug' konturlarini o'rab berganmiz. Mikrovonovka joylarini tashlab ketganmiz. Moykalari, gaz plitasini o'rtaga tushirib berdik. Chekkaga xolodilnikga qo'yib berganmiz. Xo'p, bunga ishlatgan mexanizmlarimiz bizdan ketgan Samet turetskiy mexanizm. Chetlariga masalan PVX kromka urib berganmiz. Ikkilik, uni vakuumli davolchik. Tortmalariga ham tandem mexanizm qo'yib berganmiz. Xo'p, bizdan bonus ketgan bu yerda masalan katta moykasi, sushilkasi, masalan kafillarni ham o'zimizdan qo'yib berdik. Agar sizlarga ham shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Arzonroq materialdan deb so'raganlarga mana shunaqa materialimiz bor. Rossiyskiy laminatdan qilib beramiz. Xo'p, bundan tashqari bizda o'zi 4 xil materialdan kuxnya yasaladi. Rossiyskiy laminatdan, MDFdan, akrildan va krashindan MDFdan. Agar kataloglar kerak bo'lsa, kataloglari kommentariyani boshiga yoki bo'lmasa описаниеga belgilab qo'yamiz. Unga o'tib sizlar xohlagan dizaynlar ko'rsangiz bo'ladi. Obzor qilolmagan ishlarimizda ham Telegram kanalimizga joylab boramiz. Samarqand viloyati bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz tekin. Agar boshqa viloyatdan bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar, ishlarni bitkazib beramiz. Bitta ishga bo'lsa bitta o'zingiz baho berasizlar, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz.